Atom bombasi haqida oxirgi kunlarda tez eshitib turibsiz. Iran's key nuclear They enrichment. have committed a major uranium for the first bomb. Lekin atom bombasi xolavachchasi Atom multfilmi haqida eshitganmisiz? Lekin suhbatni birdaniga Atom multfilmidan boshlasak, tushuna olmay qolishingiz mumkin. Keling, oldin oddiy farzandingiz yoki siz har kuni tomosha qiladigan multfilmlar haqida gaplashaylik. Naruto. Hurmatli bilimdonlar, diqqat, savol. Insoniyat tarixidagi eng birinchi multfilm qachon va qayerda yaratilgan? 19-asr boshi. Ko'pchiligingiz 100 yil oldingi Disney animatsiyalar studiyasini eslasangiz kerak. Lekin eng birinchi multfilm qachon va qayerda yaratilganini aytsam, aslo ishonmaysiz. Butun insoniyat tarixidagi eng birinchi 2D animatsiya bundan 5200 yil oldin qadimgi Astiriyada yaratilgan. Bugun u yerlar zamonaviy Eron tarkibiga kiradi va Shahri So'xta, ya'ni kuygan shahar deb ataladi. U qadimgi shaharda arxeolog olimlar g'alati bir ko'zani topishadi. U ko'zaning ustida takrorlanuvchi, bir-biriga o'xshash bir nechta surat chizilgan bo'ladi. U ko'zani aylantirayotgan paytda uning yuzida chizilgan echki sakrab daraxtdan mevalarni yeyishni boshlaydi. Misrdagi piramidalarni bilasiz-a? O'sha piramidalardan 1700 yil oldin mana shu ko'za yaratilgan. Siz bolalikda ko'rgan oddiy qo'lda chizilgan multfilmlar bor-ku? Ana shunday multfilmlarni birinchi bo'lib Walt Disney shu taxminan 100 yillar oldin ishlab chiqarishni boshlaydi. U eng birinchilardan bo'lib uni biznes darajasida chiqarib, uning orqasidan juda katta pul ishlaydi. Uning texnologiyasi quyidagicha bo'ladi. Juda ham ko'p rasmlar bitta joyga yig'ilib, har bitta kadrni bitta qo'li bilan qayta chizadi. Va keyinchalik ularning hammasi rasmga olinib, bitta plyonkaga bosib, katta tezlikda aylantiriladi. Keyinchalik xuddi shu jarayonning o'zi kompyuterga o'tadi. Undan keyin esa biz hammamiz yaxshi biladigan 3D multfilmlar chiqishni boshlaydi. 3D animatsiyali multfilmni eng birinchi bo'lib Pixar bilan Disney sherikchilikda ishlab chiqarishadi. U eng birinchi biznes darajasida sotilgan multfilm hisoblanadi va u multfilm Toy Story, o'yinchoqlar tarixi multfilmidir. Mana endi Atom multfilmi mavzusiga yaqinlashdik. Lekin hozir gapirib o'tgan texnologiyalar bor-ku, ular Atom multfilmida ishlatilmagan. Ularda stop motion deb ataladigan texnologiya ishlatilgan. Nimalar deb valdirayapsan o'zi? Mana endi ozgina stop motion texnologiyasida to'xtab o'tamiz. Boshqa texnologiyalar jadal rivojlanib kelgan paytda stop motion texnologiyasi chapki polosada sekin o'z tezligida yurib keladi. Welcome to an extraordinary world filled with magic. Stop motion texnologiyasi asosida eng birinchi filmni Sovet ittifoqida olishadi. U eng birinchi to'liq metrajli stop motion texnologiyasi asosida olingan multfilm hisoblanadi. Bu texnologiya hozir ishlatilmaydi deb o'ylasangiz kerak. Lekin unday emas. U hali ham mashhur. Yaqinda chiqqan butun dunyoga mashhur Wallace and Gromit multfilmi ham aynan mana shu texnologiya asosida suratga olingan. Stop motion texnologiyasi o'zi qanday ishlaydi? Plastilindan yoki plastikdan yasalgan o'yinchoq olinadi-yu va har marta jicha qimirlatib har bitta kadr suratga olinadi. Keyin hamma suratlar bitta plyonkaga qo'yilib, uzluksiz o'ynatiladi. Mana shundan stop motion multfilmi kelib chiqadi. I just don't get it. Why would my own gnome turn evil? It's a proper crime wave. Where's me tools? Where's me shed? And where's me glasses? Hozir biz sizlarga muhandis D loyihasi tayyorlagan kichkinagina mikro stop motion multfilmni ko'rsatamiz. Uni art engineering yo'nalishidagi san'at muhandisi Husan Pulatov tayyorlab beradi. Unda kichkina ping-pong sharlari kadrma-kadr surilib,
va oxirida bitta videoga birlashtiriladi. Mana endi Atom multfilmini tushunishga tayyorsiz. Tasavvur qiling, bu safar o'sha ping-pong to'pchalari, faqat ular o'rnida atom. Ishonmaysiz. Mana bu ko'rib turganingiz bir dona atom. Bu multfilmni suratga olish uchun bitta atomni dona joyidan surib rasmga olishgan. Ha, o'z ma'nosida atomni Karl Nice. Atomlarni ko'chirish bilan terilgan stop motion 2D animatsiyasida bolakay atomni koptok qilib o'ynaydi, raqsga tushadi va turli xil harakatlar bajaradi. Baribir ishonmadingiz, shundaymi? Lekin bu toza haqiqat. Bu ishni IBM korporatsiyasi olimlari qilishgan. Kaliforniya davlati San Xose shahridagi IBM Almaden ilmiy izlanish markazida donalab bitta atomlarni surib multfilm yaratishadi. U ko'zimizga ko'rinarli bo'lishi uchun elektron mikroskopda atom 100 million marta katta qilingan. U oddiy mikroskop emas, balki STM Scanning Tunneling Microscope, ya'ni skanerlovchi tunnelli mikroskop. U mikroskopda atom qalinligicha yo'nilgan ingichka igna bilan suriladi. U nina shunchalik ingichkaki, uning kengligi kislorod atomidan 10 karra kichik. Buning uchun vakuumda ishlangan mis kristaldan yasalgan plyonka ustiga uglerod oksidi mayin qatlam bilan quyiladi va harorat -268 gradus Selsiyga tushiriladi. Siz kadrlarda ko'rib turgan kichkina to'pchalar u uglerod atomlari bo'ladi. Ushbu multfilm uchun 242 ta alohida kadr olingan va barcha ish uchun bir necha hafta to'xtovsiz ishlangan. Shunda sizda savol tug'ilishi mumkin. Shunday go'zal grafikalik multfilmlar mavjud bo'lgan paytda sani atomdan qilingan xunuk, didsiz multfilmingni boshimga uramanmi? Gap shundaki, bu texnologiyani xotira saqlashda ishlatish mumkin. Agar zamonaviy xotira saqlash texnologiyalarida ma'lum bir hujraga elektr energiya saqlanishi va o'chirilishi, ya'ni 0 va 1 bilan erishilsa, bu texnologiya orqali bir dona atom bor yoki yo'qligi bilan erishiladi. Bilasizmi bu nimaga olib keladi? Zamonaviy smartfonlarda o'rtacha 30 ta, 40 ta sifatli kinofilmlarni saqlash mumkin. Atom fleshkalar chiqqanda esa siz bitta smartfoningizda insoniyat tarixida yaratilgan barcha filmlarni sig'dira olasiz va u ancha kamroq quvvat talab qiladi. Ruxsat bersangiz, bitta kichkina lirik chekinish qilsak. Lekin qo'rqmang, muhandislik mavzusidan tashqariga chiqib ketmaymiz. Balki unga sal boshqacharoq burchakdan qaraymiz. Siz jamiyat sifatida, sarmoyador sifatida foydali qazilmalar va soliqlardan topgan pullaringizni, sarmoyalaringizni biri-biridan didsiz osmono'par binolarga sarflashingiz mumkin. Yoki cho'lning qoq o'rtasida noldan yangi shahar yoki shahar so'zini inglizcha qilib aytganda biri-biridan xunuk citylarni qad ko'tartirishingiz mumkin. Lekin unda sizda faqat shahar paydo bo'ladi. Lekin jamiyat sarmoyasini olimlaringizga tiksangiz, ular bora atomdan multfilm yaratadigan darajaga chiqishlari mumkin. Afsuski, so'nggi kunlarda jamiyatimizda faqat hashamat, to'y, ko'z qilish texnologiyalari rivojlanyapti. Agar shunchalik boyman, zo'rman desalaringiz, haligi Marry Me, Love Story degan betayin urflaringizni atom yordamida suratga olinglar. Tugadi. Aytgancha, mana bu oxirgi gapni qo'shmanglar, kesib tashlanglar. Qizishib ketdim.